Siz maktablarda ingliz tilidan dars berasiz, lekin hech bo'lmaganda B2 sertifikati yo'qmi? Demak, siz bilan maktabdagi mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qarori asosida siz bilan agarda kamida B2 sertifikati bo'lmaydigan bo'lsa, mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Men Temirov Ruslan multi-level imtihonidan 75 balldan 70 ballni tayyorgarliksiz faqatgina General English bilan olganman va 6 yildan beri General English, IELTS va multi-level bo'yicha o'quvchilarni tayyorlab kelaman. Sertifikatga ega bo'lmagan va kamida B2 olmoqchi bo'lgan o'qituvchilarni men 7-avgustdan boshlanadigan kursimga taklif etaman. Kurslar to'liq onlayn ravishda kechqurun o'tiladi va faqatgina o'qituvchilar qabul qilinadi. Bunda o'qituvchilarga maksimal qulaylik yaratiladi. Darslar haftasiga 3 marotaba onlaynda 1,5-2 soatdan davom etadi va maksimalni ishlab sizdan kamida B2 darajaga olib chiqamiz. Agarda kurs qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, hoziroq direktdan murojaat qiling, to'liq ma'lumotni yuboraman.